narxi arzon bo'lsin, lekin sharoiti zo'r bo'lsin, men o'zim ota-onam yoki yaqinlarimni Umra safariga jo'natsam, xijolat qilib qo'ymaydigan kompaniya bo'lsin degan obunachilarimiz uchun bugun Xudo xolasa Hikmat Travel'ga yetib kelganmiz. Sizlarga narxlarni tushuntirib o'tamiz, sharoitlarni hammasini sizlarga to'liq qilib tushuntiramiz. Agar sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib, joylaring bron qilishlaring mumkin. Sizlar uchun chiroyli video qilgan, Xudo xolasa ofisga yetib kelganmiz. To'lov turlari qanaqa bo'ladi degan obunachilarimiz uchun videoni oxirigacha ko'rib tursalar, sizlarga to'liqroq ma'lumot yetkazib berishga harakat qilamiz. Abdug'offor akadan to'liq ma'lumotni olamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, rahmat. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, biz endi obunachilar uchun bitta sharoitlarni tushuntirib bersangiz, Xo'p bo'ladi. keyin narxi arzon kompaniya deb qo'ydim. Endi obunachilar uchun arzon qilib bermasangiz bo'lmaydi aka. Xo'p bo'ladi. Xo'p, sharoitlarimiz Madina Munavvarada gastitsamiz uzunliklari 200-300 metr. 200-300 metr. Xo'p, Makka Mukarramada 2 kilometrgacha. Yaqinda 800 metrlik gastitsalarimiz ham bor. Hozir odam ko'payib ketganligi sababli to'lib qaysi biri bo'sh bo'lsa shunisiga tushishadi. 800 metrdan 2 kilometrgacha. 800 metrdan 2 kilometrgacha bo'ladi. Qaysi biri bo'sh bo'ladigan bo'lsa, Bo'sh bo'lsa shunga tushadi, xudo xolasa. Xo'p, Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taom. 3 mahal. Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi. Xo'p, 50 bosh xizmati, 50 boshi iloji boricha Xudo xolasa aeroportdan birga borib, birga kelishadi. Xo'p, bundan tashqari firma tomonidan kamzil beriladi, bejik beriladi, so'mka beriladi, vizalarini qo'llariga chiqarib beramiz. Qaytishda 5 litr zamzam suvi ham bonus sifatida qo'shib beriladi, xudo xolasa. Qo'shib beriladi, gap yo'q. Xo'p, to'lov turlari qanaqa deydiganlar uchun to'lov oladigan ofislarimiz respublika bo'yicha 3 ta viloyatda bor. Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Xo'p, biz o'sha ofisga borib to'lov qilamiz deydiganlar uchun o'sha ofislarimizga kelib, to'lovlarni qilib, rasmiy kassamizga kvitansiyalarni olib ketsa bo'laveradi. Yo'q, bizga uzunlik qiladi deydiganlar uchun xohlasa onlayn joylarni bron qilsa ham bo'laveradi. Shu qo'ygan nomerlarimizda WhatsApp, Telegramlar bor. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Ishlaringni chiroyli qilib bitkazib beramiz. Ko'ngildagidek qilib bitirib beriladi. Endi bitta oiladan ko'pchilik bo'lib boradiganlar uchun yana chegirmalarni qilib beramiz. Skidkalari bor-a? Xudo xolasa. Xo'p, endi qaysi kunlarga bor deydiganlar uchun Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz qo'yilgan. Iyul-avgust oylariga reyslarimiz qo'yilgan. Hozir iyul oyining chislovlarini aytib o'taman. Xo'p, 9-iyul kuni bor, 13, 16, 20, 23, 27, 30-iyul kunlari reyslarimiz bor. Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz. Buni narxini $995 qilib beramiz, xudo xolasa. $995, xudo xolasa biz obunachilar uchun qilib beriladi. Xudo xolasa. Xo'p, Toshkent Jiddani. Endi Voddiydan boraman deydiganlar uchun Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz ham bor. Buni chislovlari bunga ham iyul-avgust oyiga reyslarimiz qo'yilgan. Hozir iyul oyining chislovlarini aytib o'taman. Xo'p, 10-iyul kuni 14, 17, 21, 24, 28, 31-iyul kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Buni narxini $1035 qilib beramiz, xudo xolasa. $1035 qilib beriladi. Gap yo'q, zo'r. Xudo xolasa aytilgan sharoitlar hammasi bo'ladi aka, videoda nima aytilayotgan bo'lsa, hammasi bo'ladi. Inshaalloh. 50 boshlar ham xudo xolasa qo'ldan. Xo'p, o'sha aytganimizdek, agar bitta oiladan 4 kishi, 5 kishi boriladigan bo'lsa, bu aytgan narxlarimizdan ham chegirmalarni qilib beramiz. Ha, chegirmalari bor, yana ko'pchilik bo'lib boradiganlarga. Bitta oiladan emas, masalan, o'rtoqlar bilan o'rtoqlar bo'lsa ham bo'laveradi. Qarindoshlar bo'lishi mumkin. Ko'proq boradigan bo'lsa, xudo xolasa yana chegirma qilib beramiz. Chegirmalar bilan bor. Pastda nomerlar qoldiryapmiz, bemalol aloqaga chiqsalar ham bo'ladi. Agar videoda qanaqadir tushunmagan joylaring bo'ladigan bo'lsa, telefon qilsalar yanada sizlarga to'liqroq ma'lumot yetkazib berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa sizlar uchun video tayyorladik. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, xudo xolasa sizlarga shunaqa videolar birinchilardan bo'lib chiqib turadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha